Izzat aka, pravasiya haydovchilarimizga 20 million jarima qo'llanilayotgan ekan. Shu haqida to'liqroq ma'lumot berib yuboring. Yaxshi, to'liqroq ma'lumot berishga harakat qilaman. Haydovchilarga emas bu jarima. Bu jarima haydovchilik guvohnomasini olmaganlar, voyaga yetmaganlar. Bu bir. Ikkinchidan, haydovchilik guvohnomasidan mahrum bo'lganlar. Mana shu ikkita shaxslarga eng kam olish haqqini 50 baravari, bu degani 20 million 600 ming so'm jarima qo'llaniladi. Ko'chadagi kameralar tekshiruv qilsa yoki bo'lmasam ko'chadagi yo'l harakat xavfsizligi xodimlari tekshirgan vaqtida, aniqlagan vaqtida o'shanda jarima qo'llaniladi. Ko'p kuzatuvchilarimiz savol beryapti, pravam bor, qolib ketgan, yonimda yo'q. Menga qanaqa jarima bo'ladi? Yo'q, sizga boshqacha jarima bo'ladi. Qarorlarni men Telegram kanalimga joylashtirib qo'yaman. Bemalol o'qib olishingiz mumkin. Kimga 20 million 600 ming so'm jarima qo'llaniladi va pravasi bo'lib turib, pravasi yo'q yonida yoki bo'lmasam mashinani sug'urtaga qo'shilmagan, yoki bo'lmasam mashina u insonga qarashli emas. Begona mashinani haydagan, ularga qanaqa jarimalar qo'llanilishi haqida men Telegramga qarorlarni joylab qo'yaman. Bemalol o'zingizga bilib olishingiz uchun o'qib oling. Ko'chada yana tushunmovchilik bo'lib, yo'l harakat xavfsizligi xodimlari bilan kelishmovchilik bo'lmasligi uchun o'zingizni haq-huquqingizni bilib olsangiz, ertaga oshchi jarima to'lab yurmaysiz. Juda ko'pchilik adashyapti, pravam bor, mana 20 million to'layman. Yo'q, sizga boshqacha jarima qo'llaniladi. Bu bo'yicha Telegram kanalimizga kirib, qarorlarni bemalol ko'rib, o'qib, tanishib chiqishingiz mumkin. Iloji boricha qonun qoidalariga amal qilgan holatda, bo'ysungan holatda yo'llarda harakatlanishingizni maslahat beraman. Haydovchilik guvohnomasini albatta o'qib olishingizni yana ham maslahat beraman. Bizlarni kuzatishda davom etinglar. Bundan qiziq ma'lumotlarni sizlarga berib boraman.